Salom aziz o'rtoqlar, mana bugun biz parkovkadamiz. Yuhu. Bu videoda olishimdan maqsad, YouTube'ga nima berib qo'yibdi. Korotka video bo'yicha. Bir kunda hatta bir kunda nima onasini hamsi nima edi? Ha, uzunroq video, korotka videoda uzunroq chiqsin degan. Endi musiqaga qo'yib qo'yaylik deb turib, korotka videoda uzunroq bo'lsin deb hozir ish joyimdaman. Sekin qilib aylanib, mashinalarda aylanib, nima qilib yuribmiz. Bu yoqda Porsche'lar, Bemo'lar. Shunaqa qilib yuribmiz. O'zinglardan so'rasak, hol-ahvoldan so'liq boshqa alovatlar ishlar qanday deganday zerikmay, netmay, to'zmay, hovliqmay yuribsizlarmi yerni ustidaylar? Joninglar sog' bo'lsin. Yozinglar, bu qanaqa kontentlar qiziq bo'ladi. Shular to'g'risida yozib onasini hamsin degizdirib. Podval. Voy onasini hamsin podvalga tushib chiqishim oson emas shekilli ko'p ha. Yo'qda ham qanaqadir mashinalar bor, ana Porsche, Toyota. Hoppa, ikkinchida. Voh, mana hech kim yo'q. Yuhu. Mana yana aytdim boshlar. Voh. Lekin bulardan ham eng zo'ri -1da turibdi. Shi plus. Mashinalarda erkagi SSS'ga mashinalardan biri bor. O'shani ham ko'rsatishga harakat qilaman. Mashinani qaraylar. Hamma inamarka mashinalar shetdami? Onasini hamsin deydi, odam yo'q-a. Aytdi bitta 5 полезный parkovka qilgan Porsche bor ekan. Poxuy parkovka qilganda jallarchi yoqsa ikkita mashinasi qatnashgan. Oho. Yo'l yurdik, mol yurdik, mers ko'rdik deganday gaplar ekan. Akalar, qaysi platformada yaxshi, o'yin bo'yichami yo bo'lmasa boshqa yo'nalish bo'yichami? Kimda qanday savat bo'lsa, kommentariyaga dang etib qadab qo'yasizlar. Ko'rib, u bo'yicha ham olib ko'rishga harakat qilamiz. Bu platforma bo'yicha ham maksimal qadar dars qars etkazib qo'yib, onasini hamsin Porsche qaraylar, chang uzun nomeri ham yo'q ekan. Yotibdi. Hammaga jiplar sheydami? Ko'p qizil yana bitta Porsche. Mana bo'ladi, mana parkovkani dushi qilib qo'yaman. Porsche bor ekan deb turib, ko't holiga yaqin qo'yish. Endi to'g'risi ham to'g'rida, onasini hamsin. Ana nimaga bizga ashxorami teleshga kerak edi. Teleshga ustida yuribmiz diyor. Ana motosikl taxvidan yurtilib shekilli jalaba. Bilat, mana shu yerda 3 marta aylandim shekilli kelganimdan beri. Jallab yo'q edi mana shu ko't. Menda ham taxviy mashina bor ekan. Lekin prosta kirib ko'rganini sal duh yetmayapti, svetlar o'chik ekan. Juda hokimiyatdan shekilli. Hozircha bizga ma'lum bo'laveradi. Oldik ketganan.
Perikroskaga bilan jalla besplatno reklama bo'lib qoldi. Ha, ana endi. So'kingan ham yapolmaysizlar. Yolg'iz yurib sekin gapirgan bilan tilab ketib qolaverar ekan. GTA olamida nima yangiliklar akalar aytgancha. GTA olamida GTAlar o'ynayotganlar bormi? GTA Truck, короче, fur o'yin o'ynayotganlar bormi? Bo'lsa yozib yuboringlar. Ya, yo'l yo'q ekan bu yerda. Xudo xolasa GTAga qaytsammi deb turibman. GTA ham o'zining auditoriyasi bor, отдельно. GTAning auditoriyasi ham normalniy. Furonic ham bo'lmaydi, a так jali maqtanadigan emas, jala to'g'ri qo'y. O yaxshi qo'ydi. GTA olamiga o'tsakmi deb turibmiz, sekin. Ya boshqa platformaga ham. Haram o'lgur. Ishini ham to'g'ri qo'ymaganman. Chiziqqa taqab qo'yish kerak. Tak, endi bu yoqqa o'tamiz. 144. 141 ekan. Fu. Managa chiziqda yurishida deb qo'yishgan, biz qo'ltiqni qo'ygan holatda. O'rta yo'lma, solamiz. Onalarini emsina. Voy. Oyoqlar ham mo'raverdi shekilli. Yabbalar. Mashinalarni qaranglar, chirippa chiroyli bo'lib, yo'lga, mo'ykaga o'xshagan bo'lib turibdi ya. Onasini ham bitta zo'r mashinani videosini YouTube'ga qo'yaman desam, nima qilib korotkий videoda uzunroq video deb turib olganiga. Mana onasini ham mashinani qaranglar. Lekin mana ham yomon emas, o'zimiz jaydari mashinalardan shekilli, aha, joningga. Qara o'zimiz jaydari mashinalar yetmaydi. Mana sizlarga boya aytgan Porsche mana. Nima ikkita местani zaynat qilib turibdi. Jalla. Просто правильно, да, nima. Rossiya bilan avtoshkolada nimaga o'qitishadi bo'lmasa, bilmayman. Pravo olish kerak ya. Pravoda nima gap so'zlar akalar? Pravo bormi? Onasidan ham pravo olish kerak bo'lyapti. Teleshkani boshqargan. Mashina bor, pravo yo'q deganday gapda. Mashina bor, onasini ham savdo yurishga. Mashina bor, lekin pravo yo'q. Pizdes. Voy. Xudo xolasa YouTube yana nima videolarni ochib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Yana korotkий videoda qo'yib mashinalarni ham sekin tikishtirib qo'yardim deb turibman. YouTube jallab ochgisi kelmayapti. Bugun eplay ochaman, nima egasi yo'q. Tak. Shu eshik ochiq nima ish tarafda? Shu yerda bitta dush mashina bor. Opa hormang. Billahi invalidni deb qo'yolib hammasiga. Istoriyani bilamiz. Jallab. Joylar bo'ladi. Nissandamiz. Voy. 10 minutga taqavosak xudo xolasa. Videoda yaxshi bo'lardi. Mana sizlar bilan ishlasam harakat qildik. Endi maksimalkada YouTube'ga video qo'yib boraman. Потому что YouTube platformasi oldindan nima bor edi, lekin qo'yib bora olmadim. Keyingi videolarda ko'rishamiz, batlar. Ishlarga omad.